shulardan birontasi sizlarga nasib qilishi mumkin. Bugun sizlar bilan Hankey brendiga tegishli blok bitanalar haqida gaplashamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda top 3 ta eng yaxshi blok bitanalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, Hankey'dan MVP 850 Watt Gold versiyasi, Hankey'dan Platinum 1200 Watt'ligi va eng oxirgisi Hankey'dan MVP Platinum 1000 Watt'ligi. Hozirgi paytdagi любой videokartani ko'tara oladi. Va shulardan birontasi sizlarga nasib qilishi mumkin. Konkursimizni davom ettiramiz. Hankey bilan birgalikda yana konkursimizni davom ettirishga qaror qildik. Bu safar 3 ta blok bitanalarni ko'rsatib o'tdim. Hammasi premium versiyadagi eng yaxshi blok bitanalar bo'ladi. Bu safar 850 wattli, ya'ni Hankey MVP 850 watt Gold versiyasini konkursga qo'yishga qaror qildik. Oldingi safar ko'rgan bo'lsanglar, Hankey kesini qo'ydik. Bu safar Hankey blok bitanasi. Xo'p, shartlari juda ham oddiy. Bizga obuna bo'lgan obunachilarga podpiska bo'lsangizlar, kommentariyaga 2-3 ta o'rtoqlarni atmetga qilib, kimni kommentariyasi ko'proq like yig'adigan bo'lsa, aynan mana shu blok bitanamizni egasiga topshirib yuboramiz. Mana konkurs shartlarini ham aytib bo'ldim. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolisa g'olibimizni 25-may kuni aniqlaymiz. Boriq shartlarni bajarsanglar bo'ldi. Aynan mana shu blok bitani sizga nasib qilishi mumkin. Konkursimiz AVX.uz profilida bo'lib o'tadi va g'olibni AVX.uz profilida aniqlaymiz.